Qiziqqanlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan zo'r holatda Cobalt kelib qoldi. Tanalagan mashina mana bir qo'l ekan. 2013 to'rt yumshoq baloni holati yaxshi. Chiroyli saka diskasi, rangi ham chiroyli ekan. Xo'p. Chexol, polik, kovrik, gaz, shimas hamma yo'g'i bor. Olasani minasan degan Cobalt ekan. Kraskasi kapot qanotda ekan. O'zlarida bo'lib kelisana bir qator tekshirib olasizlar. Metani zapaskasi o'rnida bo'lsa kerak. Holat yaxshi, chiroyli turibdi. Motor ходовой korobka. Ishi yo'q deyapti. Tiniq. Kapot bilan qanotda kraskasi bor ekan mana. Hop. 1.5 motori, standart tormoz, ikkinchi pokoleniya gazi, rul gidravlika. Narxiga keladigan bo'lsa 2013-yil, tiniq holatda kapot qanotda kraskasi bor. Narxi aka aytayapti $6200 deyapti. Yana bir qator o'zidan kelishasizlar. Shaharning mashinasi. Kelisani o'zidan bir qator ustanani tekshirib olib, mosla orasida $6200 2013-yil.